Eski afsona. Odillikda nomdor bir shohga tog'lik cho'pon arzga kelibdi. Shoh sirayam kutmagan holda juda qiziq so'zlarni debdi. Xo'jayin, sen berayotirsan, bunda chindan ajib farmonlar, ammo bilsang biz tomonlarda yo'qolmagan hanuz yomonlar. Mansabdorlar oddiy xalq bilan xuddi yotga, yovga o'xshaydi. Halollarni ezib tashlashar, bor vujudim titrab qaqshaydi. Shart otilib chiqqan yigitlar shart otilib ketayotirlar. Bundan qo'rqib hattoki mardlar shart sotilib ketayotirlar. G'irt yangicha maqol bor hozir. Qadimgisi ketgandir abas. O'g'rimisan, yeysan oshingni, to'g'rimisan, o'z boshingni bas. Gaplaringni chindan amalga oshiraydi bizlar jon halak. Hamma birdek osmasa quloq, bu farmonlar ne uchun kerak? Unga boqib hukmdor o'ychan ma'yusgina kulib qo'yibdi. Menga tog'dan bitta meshkobda qor keltirib berginchi debdi. Ko'p o'tmasdan tog'dan saroyga cho'pon horib, charchab qaytibdi. Buyrug'ingni bajardim shohim. Mana qorni ol deb aytibdi. Obbo. Qormas suv turgan emish. Qarasalar ochib suvdonni, bu hol behad uyaltiribdi to'g'ri so'zli keksa cho'ponni. Men senga suv keltirgin deya aytganmidim axir og'ayni. Menga qattiq va'da qilingan oppoqqina tog' qori qani? Loaqal sen kulmagin shohim, menday bitta keksa cho'pondan poraga qor olarkanmi deb mendan do'stlar kulishdi chandon. Rost gap, qanday va'da berganim esda juda aniq bor edi. Meshkobdagi bu suv tog'da ham, hattoki yo'lda qor edi. Lekin qiziq bilmadim endi qandayin sho'r falokat bo'lib, xo'sh, endi sal tushungandirsan, so'rabdi shoh salgina kulib. Axir mening farmonlarim ham shu saroyda qat'iy va chindir. To sizlarga yetib borguncha suv bo'lishi balki mumkindir. Shu boisdan doimo hushyor, sal jangari, yovqur bo'linglar. Gar sizlarga suvni tutishsa, ko'nmang, qorni talab qilinglar.